O'zim, nima qilib turibsiz? Sirojni o'zingizga mantiq qilishga ruxsat bering, obed bo'ldi-yu. Siz nima qilib turibsiz? Aql bo'shang, mana oynalarga ochiling, uborkalarga ochiling. Siz ham bizga yordamga ochiling. Men sizlarga yordamga ochilsam, shuncha jabrdiyda ayollarni kim qutqaradi? Hamma yoqda xiyonat, birontasini yeri bulam olib kelmaydi. Voy, men ham yerim har kuni gulab kelmaydi. Sharoitga qarasa endi. Sizga bordim. Voy, nima bu? Voy, piyoz. Puli kimdan oldilar? Oyijondan, mulakazdan. Ana natija. Har kim xaveridan va oyijondan pul ola olmaydi. Bu meni natijalarim. Men sizlarga pul olish sirlarini o'rgataman. Tinchlik bo'lsin. Voy, boshim og'riyapti, dori ichaman. Dori ichmang, sabr qiling. Hayotingizdagi har qanaqa qiyinchilik bo'lganda og'riqlarda turib berishingiz kerak. Turing, mana shu burchakda turing. Chirib ketsangiz ham, nima bo'lsa ham og'riqlarda turib berishni o'rganishingiz kerak. O'shanda hayotingiz o'zgaradi. Mana shu turing, mana shunday qilib turing. Nechta yomon odatingiz yozdingiz? 3 ta. Voy, sizda kamida 300 ta yomon odatingiz bor. Obedgacha oyog'ingizni ko'tarib yotasiz. Eri shokoladni olib kelsa, xonangizga olib kirib ketasiz. Qo'shnilarga bizlarni yomonlab yurasiz. Maktabda bolalar bilan xat yozishmaganmisiz? Yo bog'chada o'rningizga qilib qo'ymaganmisiz? Shuncha ishlarni kim yozadi? Hammasini oqqizmay, tomizmay yozishingiz kerak. Kollej paytida gaplashgan yigitlaringiz ismlarigacha yozing. Zato hammasini bittada yoqasiz, yo'q bo'lib ketadi. Ovozdan yo'qolmaylarmi? Hatta Yozda. O'xsin. O'zingizga ham, kursingizga ham mashinnikligingizni Instagramda hammaga aytamiz. kelayni ham blok qilaman.